Qizi turmushga chiqmaydi, shoshilmaydi. 16 yoshdan 20 yoshgacha shoshilmaydi. Yaxshilab ilm olish kerak. Ishlash kerak, ilm olish. Vot mashina ushayli. Nima qilasizlar, yerga urib, o'zingizlarni har xil gaplarni eshitib, romantikani, munosabatda nima qilasizlar? Lutchi mana shu oralig'ida zo'r ishlaylik. 20 yoshdan keyin xohlasangiz karyerangizni qiling, xohlasangiz turmushga chiqing. Chunki o'zi tayyor bo'lasiz. Mana bu fundament turadi. Voy onasini emsini tilni o'rganing. Bitta tilni zo'r, mustahkam o'rganib oling. Turmushga chiqib ajrashgan qizlar gapirsin. Mana maslahat beringlar kommentariyada turmushga chiqmaganlarga. Til o'rgansin yoki qanaqadir qaysidir sohani mutaxassisi bo'ling, kam bo'lmaysiz. O'zingizni yerga urdirib qo'ymaysiz. Inson mashina biling. 16 dan 20 yoshgacha yaxshilab o'zingizni ustingizda ishlang. 20 yoshdan keyin turmushga chiqsangiz bo'ladi. Mashina umuman esdan chiqarmaysiz. Sizdan iltimos.